Assalomu alaykum. Ahli YouTube kanalimiz a'zolari, bugun 3-yanvar 2026-yil navbatdagi labolarga mana tunuka o'rashni boshladik. Hop. Bu akamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida etiketlar. Laboni hamma joyiga tunuka qilganmiz. Mana pol qismlariga ham ko'rib turibsizlar, hech qanaqa chok-pok, uloq-buloq degan petnolarigacha yo'q. Xudo xolasa, qalinliklari yaxshi. Pollari ham qalinlikda, mana bu joylari mana konteyner pollar qo'yilgan. Penaplekslar ham bor, shumkalar qilingan. Bu narsalar tormizda qattiq tegadigan bo'lsa, silliq tegadigan bo'lsa bukilmaydi, sirilmaydi. Misol uchun shipermi, bunaqa taxtami qattiq yuklanganda orqa g'ijim bo'lib kirib qolmaydi. O'shaning uchun o'sha narsalar qo'yiladi. Bu joylari mana 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda ochganda qo'lni kesmaydi. Taktamonlari ham tagiga aylanib o'tadi, tagidan qapiriladi. O'shaning hisobiga mana bet tomonda zaklopkalari yo'q. Murojaat uchun mana ekrandagi raqamga telefon qilasizlar. Biz manzillarimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bardon qishlog'i, svetofor yaqini. 1 soat ichida shunaqa o'rnashtirib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa bemalol kommentariy yozib qo'yishingiz mumkin. Keyingi ishlardan chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Alohida dugalari ham bor. Mana ko'rib turibsizlar, alohida dugalari bor. Tomiga bagajlari bor. Alohida rezinkasi-yu, yoniga sondiqchalari ham bor. Kuzatishda davom etinglar. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.